Aynan sizga bir qiziqarli taklif bermoqchiman. Bugun biz bolalar bilan Rizayev klub yopiq Telegram kanalimizda bir mashg'ulot o'tdik, bolalarga bir topshiriq berdim. Mana shu topshiriq bilan siz bilan ham bo'lishmoqchiman. Bu topshiriqqa eng qiziqarli va eng to'g'ri yechim bergan insonga Rizayev klub yopiq Telegram kanalimizda 1 oylik obunasini hadya qilaman. Agar qiziqadigan bo'lsangiz, eshitib ko'ring. Tasavvur qiling, bir ko'chada 10 ta bir xil do'kon bor va u do'konlarni aynan bittasini siz faoliyati bilan shug'ullanasiz. Do'konlarning ichidagi mahsuloti bir xil, mahsulotlarning sifati ham bir xil. Lekin tashqarida bir nechta mijozlar, hali bu do'konlarga biror marta kirmagan mijozlar do'kon tashrif buyurmoqchi. Savol: nimaga aynan 10 ta do'kon ichida sizni do'koningizga bu mijozlar kirish kerak? Qaysi afzalliklaringiz bilan? Mana shu afzalliklaringizni yozib qoldiring. Aytib o'taman, u zamonda u do'konlarda xizmat ko'rsatish tekin bo'lgan. Ya'ni siz hozir arzon qilaman yoki bonus beraman degan taklif bermasligingiz uchun, undan tashqari do'kondagi servis, yaxshi muomala, tozalik, halollik degan narsalarni hozircha taklif bermay turasiz, chunki hali mijoz do'koningizga kirgani yo'q. Sizdan eng qiziqarli takliflarni kutib qolamiz. 1 oylik obunaga erishishingizni ham kutib qolamiz. Salomat bo'ling.